Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga Kilolondan 7 sotixga yaqin bitta hovli topib qo'ydik. Puli ham zo'r chiqqan. Hozir polniy obzorini qilib beraman. Ulgurib qolinglar. Bunaqa lokatsiyada arzonga rosa ham kam chiqadi. Joylari ham zo'r ekan. Aholi yashaydi, mana qaranglar. Bek to'yxonadan kirib kelganingizda 200 metr chap tomonga kirib kelganingizda mana polniy aholi yashaydi. Gaz, suv, svetidan umuman muammosi yo'q. Prosta shotchini yangilash kerak. Mana kirib boryapmiz. Yaxshilab qaranglar, yaxshilab tushuntiraman. Mana bitta mehmonxonasi bor ekan. Uyimiz sal remont talab, sразу aytaman. Mana 7 sotixga yaqin joyimiz. Где-то mana shu yerdan qoziq qoqib qo'yishgan. Dokumentidan muammosi yo'q. Mana shu yerdan to'g'ri ketadi nariyoqqa. Mana qo'shnini eshigini mana bu tomondan mana shu yerga olsa, siz bu tomondan bitta darvozaxona qo'ysangiz, bag'i yana tepa mahallachaga o'xshab qoladi. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Polniy mana daraxtlari o'zi mevaga kirgan, anjir. Ikkita xona bor, xullas, ikkita xona. Mana ta'mirlaydigan ikkita xonasi bor, bitta banyasi bor bu yerda. Umumiy sanuzel. Bu tomonga ketamiz. Nariyoqda ham xudo xolisa yo'l tushishi bor ekan, ehtimoli bor ekan. Hojatxonasi. Mana yaxshilab qaranglar. Daraxtlari mevaga kirgan, o'sha qoziq qoqqan joydan. Kilolonda yaxshi joy. Gavjum mahalla, aholi yashaydi. Mana shu qoziqqacha ekan. Harakat qilib bag'ini ham olsa bo'lar ekan. Endi olib beraman degandek deyishdi egasi. Mana bu tomoni polniy bog'lar. Lekin senasi ham zo'r chiqqan. Gaz, suv, svetidan muammosi yo'q. Shotchida yangilaysiz. Mana shu yerdan to'g'ri ketadi. Bu tomonda 7 sotixga yaqin, dokumentlardan muammosi yo'q. Hamma yo'q joyida. Ulgurib qolinglar. Kanalimizga obuna bo'lsanglar, xudo xolisa mana shunaqa zo'r joylarga o'tkazib yubormaslik uchun Instagramimiz bor, YouTube, Telegram, Facebook hammasida 24 soat reklama, lekin YouTube'imizda Rishton uylari. Mana sizlarga katta ish qo'yib, bitta chiroyli uy qilib, hovli qilaman deganlarga tashab qo'yinglar, xudo xolisa inshaalloh. Puli ham qimmat emas, zo'r chiqqan. Yana bir marta ko'rsataman. Darvozaxona bu yoqqa o'tadi qo'shniniki. Siz duol qilib turib, baqa bitta darvozaxona qolsangiz, duolini xudo xolasa 2 kishi o'rtada qilib qilsa bo'ladi. Chunki qo'shni ham rozi, baq oladigan odam ham o'zi rozi bo'lib kelishib qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Ulgurib qolinglar, mana yaxshi joydan sizlar uchun. Mana o'sha mehmonxona deganimiz. Narsalar mana 2-3 ta narsani olib ketishadi, lekin bu yerda ham tayyor o'zi yashashga, o'zingiz didingizga moslab remontini qilsangiz bo'ladi. Mana svet, bu o'zlaring ko'ringlar, mana svet, gaz hammasi bor, даже mana svet ham yonadi. Mana svet yonadi. Joylari zo'r. Aholi bor, yaxshi, tinch aholi. Lokatsiyasi ham yaxshi. Tashab qo'yinglar, qidirib yurganlarga xudo xolisa inshaalloh. Hurmatli obunachilar, o'zlaringning xabarlaring bor. Endi lokatsiyasiga qarab, kerak bo'lsa quruq tomorqalarda, o'sha uchastkalarda ham 13-14 ming, 15 minggacha sotilyapti. Bu xonadonimizga narxni chiroyli qilib o'zimiz chiqardik. Inshaalloh sizlarga ham yoqadi. 20 ming ozmos o'tib berishadi. Ulgurib qolinglar, bunaqa joy, bunaqa arzon topish juda ham qiyin. 24 soat reklama kanaliga obuna bo'lib qolinglar, xudo xolisa bunaqa zo'r joylarda o'tkazib yubormasligingiz uchun. Manzili ham zo'r, qaranglar, Rishtondan kelasiz Kilolonga, Bek to'yxonaga yetib bormasdan o'ng qo'lda где-то 200-300 metr borganingizda chap qo'lda mana aholi polniy yashaydi bu yerda. Ulgurib qolinglar, yaxshi narxda chiqdi.